Inson zotda miyani tozalash kerak. Men o'zaman sog'lom bo'laman deb. Agar u miyani tozalamasangiz, hech qachon sog'lom bo'lmaysiz. Men o'zim zalda trenerman ayollarga. Bizga semirishga muncha ham emas. Umuman muncha ham semirish mumkin emas. Haqqimiz yo'q. Chunki biz ayollarni birinchi o'rinda sog'lom, chiroyli qomat egasi qilishimiz kerak. Majbur bo'ldim, gormonimni tog'olmadim. Sizlarning mahsulotinglarni ichib zo'r qomat egasi bo'ldim. 1 yil oldin 52 kilo 800 grammdan gormon buzilib, gormonal buzilish addushi zo'r bo'ldi. Dori ichdik, uni ichdik. Kim nima tavsiya qilsa hammasini ichdim. Keyin birdan 76 uja ketdi. Qarasam uja hansirash boshlandi. Yurakdan muammo, jigardan muammo bo'ldi. Keyin bitta Instagramga kirdim. Sizlarning doringiz chiqib keldi. Hech kim menga tavsiya qilmadi. Boshida to'g'risi ishonmadim. Bo'lmaydi. Chunki ko'p narsa ichganim uchunmi? Ishonmadim. Keyin telefon qilishdi, administratorlar telefon qilishdi. 3 kun birinchi, keyin 1 haftadan keyin tarozga chiqing deyishdi. Qarasam, резко 4 kilo 800 1 haftada. O rekord dedim. Do posle rasm ham qildim. 28 kunning ichida fetfeni ichishni boshladim. 11 kilo 800 tashladim. Mahsulotga gap yo'q. Hammaga maslahat beraman. Tan berdim deydi o'sha joyida. Tan berdim. Farq birinchi, yengillik o'zingiz his etasiz. Ishtaha kamayadi, motivatsiya zo'r bo'ladi hammaga. Kerakli 50% kasallingizdan kamayasiz. 100% kasallik 50% ga kamaydi. Buni o'zimni qarindoshlarimga ham butun olamga tavsiya qilaman. Inson zotda miyani tozalash kerak. Men o'zaman sog'lom bo'laman deb. Agar u miyani tozalamasangiz, hech qachon sog'lom bo'lmaysiz. Birinchi o'rinda shu. Niyat qilish kerak. Astoydil niyat qilsangiz, hamma niyatingizga erishasiz. Odam o'zi to'g'ri, hayotda to'g'ri inson, halol inson bo'lsa, hech kimni mahsulotiga ortiqcha gap yozmaydi. Men shunaqa deb bilaman. Oldin birinchi ichib ko'rish kerak. O'zida rezultatni ko'rsa, keyin kommentga yozsa bo'ladi. Astoydil shu birinchi miyani tozalash kerak. Miyani tozalasa hamma yoz zo'r bo'ladi.